Shu qadar mehmon do'stmizki, hatto bir yilda bir marotaba keladigan mehmon har kuni biz bilan yashaydigan farzandlarimizdan ustun. Isbot. Uyimizdagi eng katta xona mehmonxona, eng kichik xona bolalar xonasi. Eng sara ovqat mehmonga, bolalarga bo'lsa kechagi ovqatni isitib bera qol. Eng qimmat mebel mehmonxonada, lekin farzandlarimiz xon taxtada dars tayyorlashmoqda. Mehmonga qo'yiladigan 1 kilo xandon pista puliga farzandingizga nechta kitob sotib olsangiz bo'ladi, bilasizmi? Agar mehmon uyimizda biror bir idishni sindirib yuborsa, kelgan balo qazo shunga ursin. Xudo ko'rsatmasin. Agar farzandimiz sindirsa, shunaqayam palakat bola bo'lasanmi? Bir narsani aniq bilamizki, boshimizga ish tushsa, mehmon emas, shu bolalarimiz korimizga yaraydi. Lekin biz baribir mehmon do'st xalqmiz. To'g'ri, mehmon atoyi Xudo, lekin bolalarni ham laylak tashlab ketmagan.